Quyosh yo'q bo'lsa ham, lekin havo dim. Я порхаю, как бабочка. Erim peshinasidan nastroyeniyasi yo'q. Chunki xotini xursand. Lekin ular xohlashmaydi, shu biz yaxshi gapirishimiz. Hammaga salom, men ismim Mohidin va video boshlanishidan oldin videoga like va komment yozishingizni so'rab qolaman. Приятного просмотра. Hammaga salom. Bizning blogimiz. Привет. Biz уже детективдamiz. Выбираем души. Мне вот это вот нравится. Biz уже duty free'damiz. Hamma narsadan o'tib. U нас задержка. Dushilarni qarab yuraman. Это популярный шип. Ну-ка, открой крышку. Открой крышку. О, классно. Так, все, biz ko'r bo'ldik. Menga bitta yoqqan anaqa atir. Nima edi nomi? Si va бордовый оттенки. O'shanisi очень классно. Это qanaqadir национальный. Вай, обожаю. Я вот это обожаю. Qanaqa chiroyli tarelkalar. Sale 5 евро. Мама, тарелка chiroyli ekan. Вот такие шляпки кто-то хочет. Пункип. О, вообще классно. Мне очень нравится. Мне нравится. Hech qachon meni nasionalniy chaponim bo'lmagan ekan. Nimaga? Bizda reys kechiktirilgan, o'tiribmiz. Ey beshlarman. Besh barmoq emas, siz lag'monsiz. Yerim lag'monni sevadi. Завтрак, ужин, обед, hammasiga lag'mon yeyishga tayyor. Después, continúa, пойдем отсюда. Так, bizaga. Hammaga mindik-da, uchgan yo'q. Odamlar meni. Желаем вам приятного полета. Hammaga o'xshab. Нам подошли еду, я заказала курочку, а Эрим ош. Очень вкусно. Очень вкусно. Bizda shu narsa qoldi, shirinlik, bunaqa yeb ko'rolmadik. Tvorожный bo'lsa kerak, kolbaski, somsa, olma, ikkita olma. Biz o'tib oldik, endi men roaming yoqtirgandim, nimagadir roaming ishlamayapti. Internet chiqib turibdi, lekin internet umuman ishlamayapti. Bu yo'ni havosi влажный, shunaqa o'zimdan jirkanib ketyapman. Kiyimim terim, tanamdagi kiyimim terimga yopishib qoldi. Sochim ham yoqmayapti, yo'yganim. Bizdan bildik qilib ko'tarib yurmayman qo'limga. Bo'ldi, hazillashdim, hammasi ishladi. Roamingim ishladi. Наконец-то aeroportdan chiqib ketyapmiz. Soat 6:30 bo'ldi bu yerda. Bizning gostinitsamiz soat 2 ga gaplashilgan, registratsiya 2 da qilamiz deyishdi. Ungacha kirgizishmas ekan. Shuning uchun hozir narsalarimizni tashlab gostinitsaga o'zimizni bozorga ketamiz. Aylanib, soat 2 gacha aylanib kelib, keyin uxlaymiz. Bir sutka uxlamagan bo'lamiz. Aeroport tepasida metro ekan. Hozir biz metroga kelganmiz. Eshiklar yopiq. Poyezdga eshik yoshlar ekan. Hamma o'chirib turibdi. Yaxshi, bu yaxshi. Va nihoyat ko'chaga chiqdik. Voy, havo dim. Oddiy dim emas, havo влажный dim. Yopishib. Hazam, juda quyosh yo'q bo'lsa ham, lekin havo dim.
yoqimsiz dim. Bu vibe boshqachada. Namchi chiroyli. Tak, 7-Eleven'e girdik. Kirish bilan spetsifический hidlar bir va chipsi. Тут всякие разные. Лейси. Музей. Мамнака хочу. Конечно, очень бери. Ой. Muskat uzumli suv ichib ko'ramiz. Hozir gostinitsaga kelib, sumkalarimizni tashlab ketib, bitta elektronika rынокka ketyapmiz. Biz elektronika bozoriga hali yetib borganimiz yo'q. Chunki yo'lda mingta bozor ko'rdik, mingta bozorga kirib chiqdik. Qornim ochdi. Zo'r narsalar bor. Zo'r narsa bor, lekin kiyadigan narsa emasdi u. Faqat zo'r narsa u. Shundoq kiyib, prosta tursa zo'r narsa. Ata kiyib yursa, kiya olmaydi odam uni. 管你把10块一捆，你要那个5个一捆、20个一捆都可以。 Hammaga salom. Biz kelib gostinitsaga qotib uxlab qoldik. O'sha bozorga borib keldik, rosa ko'p aylandik. Shunaqa yo'llarimiz zo'r o'tdi. Bozordan anaqa video olmanman vlogga. Bor videolarini qo'yaman. Hozir uxlab turib, yana chiqib ketyapmiz. Bu yerda sochimni yoyolmayman, chunki sochim vlajniyligidan ishib ketyapti, pushniy bo'lib. Keyin sochim kir bo'lib turibdi. Mana shuni ushlab turing. Shuni ushlab turing. Tamam, yana o'g'lim bor ekan. İçemem, конечно. Rahmat. Ben bunu nafrat içib olayım mümkün. Ana bu qarab turib qo'ydim. Ermaga javob bermoqchi. Og'ir. Va yana o'sha sassiq ko'chalar. Ha ha ha. Ben gostinitsamiz shu yerda. Bir kun yo'yganmiz. Hozir biza suv oldik. Bu yerda nimadir oddiy suv qadriga yetib qoldi. Yarim 53 oldi. Hozir такой секретный улицаlardan o'tib ketmoqdamiz. Bak. Bu ko'cha Jin ko'chalar deb nomlanadi. Biza mana nomi nima edi? Guangzhou Towerga keldik. Hamma rasmiy uchib yotibdi. Chiroyli, nima deymiz endi? Chiroyli. Mana bu yerda kemalar suzib yurar ekan suvlarda. Mana rasmlarga tushdim. Yigitim rasmlarga olib qo'ydi. Rasmlarni Instagramga qo'yaman, qizlar. Instagramga obuna bo'ling. Erim bunaqa kamera bermoqchi menga. Shunaqa olib bering. Senga xotin. Dotdilar. Dijay. O'zim ham rus qolaman mana shu kamerani. İmam bu uçup koptu. Tamam. Siz seyredivamiz уже. Saat 11:30 bo'ladi hozirda. Tungi. Ve
Gracias morado, gracias morado. Og'zim kelgan. Hozir magazinga kirib, snack oluvzi. Xato, voy, ne kameram. Ha, o'zi anavi DJ kamera olishim kerak edi. DJ kamera. DJ kamera. Sassiq nima qildi? Taksida gaz qildik. Gazetaga turamiz. Avtobus bor edi, avtobus ishlamayapti ekan. Hozir gazetaga keldik, endi magazinga qidiryapmiz. Magazin topib snacklar olib barmen Mohiduldan choy. Topdingizmi? Sizlar deb yozing. Ana kartaga savamlalayman. Boya choy ichib ko'rdim sizlar uchun. Cheers. 20% kep hozirgi. So'raymi? Goshtingni chaka kirdi. Hech nima topolmadik. Erim peshinasidan nasriyasi yo'q. Chunki xotini xursand. Har doim xotin xursand bo'lsa, er xafa bo'lish kerak. Hamma yoq bardan. Takslarga obzor chiqib beraman. Qoch. Mana kiraverish. Kiraverishda Kiraverishda shunaqa oyna. Tualet. Endi bu yoq ko'rsatmay qo'yaman, mana hamma yoq. Bir xonali shunaqa xona. Choq $100. Choq $100. Bo'ldi shu. Choq $100. Choq $100. Hozir boshimni yuvib, shuna jingali qilib o'rib oldim, chunki sochim slishkom shirkalab ketyapti ishib. Uni yanada ishiraydi. Yo'q, qadasam chiroyliroq ishib tursin deb shuni o'rib oldim, chunki bu nikak вообще bo'lmayapti. Sochim ishib ketyapti, sigarilgandek bo'lib, havodan dabdab ketib, so'ymam sochlarim ham dabdab ketib tur. Bo'ldi, endi uxlab, ertalabdan boshqa bozorga boramiz. Xayrli seshanbalar. Biz turdik, hamma narsamizni yig'ib, hozir ketyapmiz yana bitta bozorga. Zavtrak qilib ketishimiz kerak. Soat necha bo'ldi hozir? 10:30. 10:30 bo'ldi. Gostinitsa 12gacha. Uchun qotib uxlamiz. Slishkom qotib. Hech nimani sezmayman. Shunda kabutta, shunda ko'zimni yumdim. Shunda ochdim kabutta boru. Вообще. Konfetda bor ekan. Ovozi xordan ochib ketdi. Mana bu miyatni ekan. Mana bu suv lekin zo'r ekan sarig'i. Nima bu? Bu slivka. Кисло-сладкий. Biz avtobusga chiqdik. Endi sekin bozor. Ovqatlanishga keldik. Bu yerda borib zakaz qiladigan narsa yo'q ekan. Telefon zakaz qilasiz. Borib tanlab zakaz qilmas ekansiz. Kelib sirasi o'tirib, telefonni zakaz qilib, keyin borib kelarkan. Hozir burger yemoqchimiz. Burger yeymizmi? Burger yeymiz. Tovuqli. Наконец-то! Нам чачу. Nega cheka soldirman?
Tak, videoga vlogga video olish har doim esimdan chiqib ketdi. Men yangi xahay oldim. O'zimga yoqib turibdi. Sal o'g'ri bolaga chiqadigan joyim bor, lekin normal. Normal, biz bozordan shuncha narsa oldik. Zo'r narsalar oldik. Hali yarim narsalarimiz magazinda. Ehtiyot ketamiz, lekin shunaqa chiroyli ko'ylaklar oldik. Hozir erim o'rtog'i kelar ekan. Shuni kutib o'tiramiz. Keyin ujinga boramiz. Bular o'sha to'rda yopilib qolar ekan. Shunisi yomon ekanda faqat. Biz erimni narslarini anaqasiga keldik. Bular mana shunaqa shampun, har xil gellar, dush mana shunaqa chiqarishadi. Прошлый раз bizga mamdan образец berib ketgan. Uni bu очень вкусный, очень классный. Еще у них запах, еще качество вообще классное было. Maskasi bor, maskasini ham ishlatamiz, вообще zo'r. И ko'pga yetadi. Вообще классно. Biz anaqaga keldik, Xo'g'uga. Vlog deng, vlog. Anaqa baliqlar yeysanmi? Anaqa baliqlar. Nima bu? O'ldirib qo'ymaydimi bu baliq? Ikkinchi anaqani oling, patnosni olaymi? Tak. Patnosik. Ersin, onu yeymiz shuni. Mana qol. Yo'q, men yeyolmayman. Buni krevetka olmadik-ku. Bitta krevetka oling. Ersin, shuni yemaysiz-da. Yeb qo'yamiz, zo'r yeb. Mana bu nima? Ужас. Biz hozir erimni tanishnikiga yotishga keldik. Bugun shu yerda yotamiz. Lekin o'ta yomon ko'nimanyapti. Hech kim ko'nimanyapti. Bu yegan ovqatlarimiz xato bo'ldi. То есть meni yegan ovqatim yomon narsa yemadim o'zi. Sir, krevetka, yedim o'sha baliq sho'rbasi ta'mi kelib qolganiga вообще bo'lmayapti. Слишком ko'nimanyapti. Так, ko'nimanat aynayotganiga kola zero oldim. Mangolik химозный bir nima oldim. Bu vanilli ustli bir nima. Muzey yo'mikan buni. Böyle tovarlarimiz. Bo'ldi, charchadik endi uxlaymiz. Давайте mama himozani yeb ko'ramiz, chunki ko'nimanyapti. Men bitta ovqat turib shuni pastga tushirib yuborish kerak. Qanaqadir ta'm bilan, chunki слишком endi ochilmas ekan. Химоза emas, вообще zo'r, как будто реально манго. Это уже ясно? Это уже ясно? Qo'shmaniki, necha bo'ladi? So'mda? Mangarcha. Sal o'zim keldim. Xayrli tong. Bugun biz turdik, soat 9 bo'ldi. Turib, yana kiyinib
ketyapmiz. Bu oyndan ko'rsatilmasligi bitta hozir shu yerdan ko'raylik. Nima bu? Basingga shundoq qilib cho'milib berardi. Uyga ustida yana uy. Ha, ular o'xshaydi. Bog'chang chiroyli. Так, shunaqa посиделкасы bor. Я хочу сегодня еще раз повторить. Я ваш по-прежнему ваш помощник, я ваш ученик. Я необыкновенный партнер. 这样发展啊，你看现在有很多东西就。Benim şemsiyem. Ondan uzattık. Uzattık shunaqa tuxum dusaylik manda. Güzel. Qizlar, men mamnun olaman. Menga rosayam yoqdi. Mana mamni o'zlari ham kiyyapti. Juda ham chiroyli. Hamma yog'i yopiq, hech qayerda osilib qolmayapti. Biz uyga qaytib keldik. Слишком charchadik, слишком. Ko'p yurib, zakazlarimizni olib, ovqat yeb, sevib qo'yib deb zo'rg'a keldik. Yana hozir cho'milib, yuvinib yotibmiz. Bizda soat necha, jon? Soat necha? Soat necha? Yaxshi gap cho'mmaydi. Erkaklar umuman cho'mmaydi yaxshi gap. Обязательно. Biz holimiz yaxshi gapirishi. Lekin ular xohlashmaydi shu biz yaxshi gapirishni. Pindododan narsalar zakaz qilgandi. 2 kunda yetib kelibdi. 2 kunda, прикиньте, 2 kun, блядь. Bir oyda boradi-ku, bir oyda bizga. Hozir Pindoda olgan narsamni raspberry qilaman-da. Uyat. Keyin ko'chaga aylanishga chiqamiz. Snacklar olib video olmoqchiman. Undan video berishim. Endi shu video hammaga qiziq, juda ham qiziq. Juda ham qiziq bo'lganini aytmoqchiman. Hozir sizlarga rastakovka bo'ladi. Birinchi bu Pindododan kelgan narsalar. Bu pomon. Buni olsak joyiga solib qo'ya olamizmi, Ersan? Bu hammasi texnika. Mana qaranglar, qanaqa o'zgarish. Wow. Zo'ra. Busiz. Bu bilan magic. Bunu hali yığış gerek ekan. Короче, ko'rmayaptimi? Короче, shundan ikkita. Ancha og'ir. Va bu kalamakey. Ko'rtasini zakaz qilibsiz, Ersan. Bo'yimdan ham baland-ku. Dahshat ko'rtasini zakaz qilibsiz, qarachi.
Я порхаю, как бабочка. Пиу, пиу. Korktu dersin. Bu ikincisiydi. Buni o'chirib tashlayman. Birinchisi zakaz qo'ying dedim. Sizga o'zi ishonsa bo'ladimi zakazda? To'g'risini aytib qo'ya qoling hozir. Oh, sunaman. Men qayerdan sendan? Ya mana yig'ish bor endi. Серьезно, Эрсан? Voy, блин, qanday qilib? Muhammad. Я не шучу. Полный редфлаксизмsiz? Ha? Редфлакмisiz? Yo'q, mana dumaloq bo'ladi. Bundoq. Siz qattiq shaqtir. Aha. Mana o'sha turing, men ko'rsataman. YouTube'dan ko'rchi qanday yig'iladigan. Короче, mana bu bunaqa yig'iladi-da. Ne yaptın? Qanday yig'olamizmi sen? Qarang, shamol qizdi, ventilator olmaysiz endi. Zo'rmi? Mana shamol qizdi. Tasavvur qiling, qulayapsizmi? Katta shamol qilib turibman. Ey, YouTube'dan ko'rchi qanday yig'iladigan otdan, ko'ryapsizmi? Bak, tarqasini tashib ketamiz-ku. Штатив. Наконец-то telefonga shtativ oldim. Tivimni sindirib qo'ygandim pasini. Yaxshisidan oldim. O berdilar yigitim, yaxshisidan. Yigitim o berdilar. Mana pushqisi. Aha. Ой, наконец-то. Давайте шуны ашки qo'yib qo'yamiz. Kelinglar. Magic. Zo'r. Так. И mana bu katta shtativ, anaqani shtativi. Kameramni shtativi. Chunki videolar olmoqchiman. Xaramaki nega zakaz qildim, tushunsangiz bo'ladi. Zo'r videolar olmoqchiman. Prям zo'r videolar. Ersan YouTube'dan uni ko'rib ko'ring. Xaramaki qanaqa yopishi o'rganing. Bu narsalar arzon narsa emas. O'ylashinglar mumkin. Buni Toshkentdan so'rasam, men bu shtativ o'zini где-то 900 ming shunaqa narxi. Meni ichim og'riydi. Bitta mana shu shtativga 900 ming berishga, to'g'risi. Men hali tayyormasam. Erim tayyor ekan. Ilib yuruvchi narsasi bor ekan, Smati. Shuni ilib shuni qilib topib ketsak bo'ladi. Agar narxlar qiziq, narxlarini yozib qoldiring desanglar, men Telegram kanalimga narxlarini yozib beraman. Реально качественный-da. Qolgan narslarim ham hali bor, kelsin. Shikavak qilamiz. Ashu zo'r. Я довольна. To'la biz magazinga chiqdik, kechqurun. Tashki sanaki olmoqchiman. Hozir ko'rsataman mana borligini. Мороженое шоколадный, Oreo, mangustinmi, bir meva bor, shunaqa sifat мороженое. Mana bunaqa мороженое bor ekan, bu bilmadim nimaning. Mana nima bor ekan? O, mana bunaqa sливка. O, mana bunaqa мороженое.
u baliqli, mana shu baliqli Toshkentda zakaz qilganimni yoqmagan menga dabdalak. Jule. Machanki. Areoni mana vkusu. Mbappe. Chuka. Qani? Rostdan. Ужас nima bu? Yo'q, bu nashta shekilli pechenyami? Matchali. Wow. Matchali chokopay olik. Oh, bodilli anaqa chips. Bodilli chips olib ko'ramiz buni ham. Hozircha makkali morojeniy olib ko'rdim. Hozir ta'min ko'ramiz qanaqaligini. Hadi, hozir ochib bering, пожалуйста. Chinkay. Qayching. To'g'rimi? Makka chiqib ketdi. Ammo просто Makkani anaqa vaqtliligi bo'lar ekan. Shkaflik olmabman-da. Kukuruzning xati bor ekan. Oddiy morojeniy. Ozgincha привкус kukuruzdan привкусini berar ekan. Javnaqa bo'lmas. Shokoladingizni olgan bo'lar ekan. Ikkinchi supermarketga keldik. Bu undan ham katta, undan ham zo'rroq ekan. Hozir narsalar, mana bunaqa kim zakaz qilgan edi? Gap. Короче, bu yerda matchali hamma narsa bor. Matcha so'zi bu yerda, bizda choy, qora choy. Va mana bu buni kichkinaligimizda qo'limizni yalab oxirida yirdik-ku. Tuxum rosa ekanmi? Mana shundan qizili bor edi, shuni qizilini olib ko'rgim keldi. Wow. Himozalar qanaqadir, hammasi himoza. Nori! Mana buni kim zakaz qilgan edi? Mana buni-chi? Mana buni rosa nara yedik, u qirchiq qilib qottasini. Men buni olib riskovать qilish niyatim yo'q. Men uni vashi yolmayman. Vashi bu sassiq. Voy, men yog'. Уже знамча katta bu yog'. Nima bu? Unmi? Uni влажный yersin. Yersamasiz. Shunday narsalar yolmayman. No. Mana shuni men olib bering, orqamdan, rostdan, серьезно. Uydagi mana bunaqa edi. Deb ko'ramiz bundagidan. Lekin ikkitasi ramyonli bo'ladi. Chem koreyskiga qaraganda. Koreyskisi 80. Tak, bolajonlar, yo'q. Tak, qizlajonlar, sizlarga xos obro'y beraman. Operatorga o'xshab. Wow. Chiqib chiroyli tushmayman, madasi. Jonlarga buterbrod qilishga mana shunday konteynerlar olib beringlar, qizlajonlar. Eng zo'r sovet, bola hali zavisi qilmanglar. Nima bu? Ko'p. Sprite qanaqa gapiriladi? Sprite. Fanta. Маленький. 叫雪碧分的，俺的芬达。 Fanta. Eng yaxshi ko'rgan Lucha. Nimada bu ismi? Mbappe. Bu ko'shki suv bo'lsa kerak. Детский suv figurasini. Figurniy. Chips olilu. Men erta ichishga ice latte oldim. Ice emas, просто latte. Erim mana bunaqa yigitim, то есть. Qo'lingiz kirgizing.
Ersan to'xta, hali hamma narsa olganim yo'q. Ketib qolma. Mana Yunay sut. Kecha 9 yozdik-ku. Bu bunikimi? Uzunmi? Kecha mana qimanga oluvdik-ku. 90dan Akhir 90 nima bo'ldi? O'shardim ekan-ku bu yerda. Biz uyga keldik. Hozir Instagram Reels uchun obzor qilib berdim. Men buni ochib yedim. Bu prikиньте, yesanglar birinchi sho'r bo'lar ekan, keyin sho'r narsa sekin shirin narsaga aylanib ketyapti. Men tushunmayman qanaqa bo'layotganini, lekin bu shunaqa bo'lyapti. Ondan yutdi. Chokopoy matchalik oldim. Chokopoy matchalik, ondan 3 beraman. Bu chokopayi shokoladlisi mingmarta yaxshi. Oddiysi mingmarta yaxshi, shokoladlisi million marta yaxshi. И Cola Zero. Endi yotib uxlaymiz. Yuzimni yuvib, boshimni yuvib, hatto boshimni yuvganimdan umuman to'g'ri yo'q, baribir shunaqa kir bo'lib qolyapti. Kirmas bu havo vlajniyligidan sochim вообще пышный bo'lib, mana shulari kirga o'xshab ketyapti. Biz uxlaymiz.